Ushbu diskleymerni hech kim o'qimaydi, hatto tushunmaydi ham. Lekin biz talabga rioya qilgan holda ushbu video faqat ko'ngilochar maqsadlarga mo'ljallanib, biron kimni xafa qilish maqsadimiz yo'q. Tak og'alar qalaysizlar, zo'rmizcha charchamayapsizlarmi? Sog'liklar joyidami? Bugun sizlar bilan yana o'sha Casino o'z YouTube kanali og'alar. Bugun sizlar bilan kamroq summa bilan balans ko'tarishga harakat qilib ko'ramiz. Strategiyalarni qo'llagan holda albatta. Bemalol videomizni tomosha qilib, like bosib, podpishkada bo'lib turasiz degan umiddaman. Bo'lmasa biz o'yinni boshlaymiz avvalo. Balansimizda bugun 1.699 ming pul mavjud. Shuni yozib borsa maksimal ko'tarishga harakat qilamiz. Xo'p, boshlanishimizga patentga bosamiz. Tushunmaganlar uchun under and over 7 deb yozib qo'yadi. Bo'lmasa biz o'yinni boshlaymiz. Qaranglar. Patentda strategiya shunaqaki, kamroq summa bilan, eng past minimalka stavka bilan ozroqga 3 ta, ko'proqga 3 ta va oxirida ozroqga bitta bosib qo'yamiz. 7 tushmasa shu joyga teng 7 ga bosib normal stavka qilib bosib olishimiz mumkin. Stavkani ham albatta bo'ldi. Balansdan kelib chiqqan holda qo'yiladi. Har kim har xil. Men hozir balansimdan kelib chiqqan holda 3400 dan stavka qildim. Mana minimalka eng pastiga bosaman, 3 marta aylantiraman. Bitta, ikkita, 3 ta mana ketdi. Bitta, ikkita, 3 ta mana ketdi. Ozroqga 3 ta bosaman yana. Mana ozroqga bitta bosaman. Ko'rdinglar, 7 tushmadi. Teng 7 ga bosaman, 2x ga bosib turib 50 mingni aylantiraman. 50 ming ketdi, go. Bitta, ikkita, 3 ta mana. 3 tada 290 ming, balansimiz 1.800 qanchadir bo'ldi. Bu shu stavkani bitta kirishni o'zida 3 marta qo'llasak bo'ladi, 3 martagacha ishlab beradi. Yana bosamiz, minimalkani pasaytiramiz. 3400 bosamiz, dalshi 1 3 mana ketdi. Mana ketdi ozroqga bitta. 7 tushmadi, teng 7 ga 2x ga bosib turamiz va 50 mingdan aylantiramiz. 50 ming dalshi ketdi, go. 3 mana ketdi, 2x ga oshirdik. Mana 580 ming, balans 1.960 ming. Xo'p, yana bitta sinab ko'ramiz shu strategiyani. 3400 ketdi, 2 ta, 3 ta ketdi mana. 1 2 3 mana ketdi, ozroqga bitta. 7 tushmadi, mana kechirasizlar, uzr. Shu joyga 7 tushsa lekin bo'lmaydi bolalar. 7 tushsa ko'proqga 3 ta bosib olish kerak. Teng 7 2x va normalniy stavka yana 50 ming. Go. Bitta, ikkita. Mana ikkitaga chiqdi, bilmasdan bosib qo'ydim, yana ketdi, mayli. 2.100 mingga balans chiqdi. Endi chiqamiz o'yindan. Vampiriya kursini bosamiz. Bu ham normal yutuq beradi bolalar. Xo'p, vampirda qanaqa strategiya? Har x ga davom berib boramiz, tamom. Shuni o'zi yetadi. 25 ming stavka bilan aylantiramiz. Ketdi 1 2 3 mana. Mana yutuq beradi. Mana 2x o'ziga 110 ming, 3 mingga oshiramiz. Har x tushadi bolalar, bitta davom beramiz. Balansdan kelib chiqqan holda albatta yana. Mana 50 ming. 3 mingga oshirdim men balansni. $9.000 zo'r. 40 ming. Mana 669 ming. 3 mingga oshiraman yana. Mana ikkitalik resping usha oldik albatta. 912 ming zo'r, natija yomon emas. Endi ko'rdinglar bolalar, shu ikkitalik resping ushadilarmi? Tamom, bu yoqda yana stavkani pasaytirish kerak. 25 mingdan bosamiz yana. Bitta. Vampir lekin zo'r beradi yutuqni bolalar, albatta shu strategiyani qo'llab ko'rsanglar sizlar ham. Bu strategiyalar qachon o'tib beradi sizlarga? Albatta promokod orqali ro'yxatdan o'tasizlar. Sizlarga 100% ishlab beradi shu strategiya. Kuniga 1 marta yoki 2 martacha kirib o'ynasanglar, normal hisob qilib olsanglar bo'ladi. 1 marta yoki 2 marta. Mana 2x 3 mingdan oshirdim. 1 marta 2 marta zo'r ishlab beradi. 3 mingdan oshirdim mana. 3.900 ming bo'ldi balansdan, 4 mingdan oshirdik. X usha olsa yana. Qanaqa bering o'sha katta x-dan yana bitta bersang, chotki qilib bitta ursak, mana 3 mingdan oshiramiz.
Davay, qani. Kerak shu joyga bitta mana berdi. Kerak joyga berdi. Xo'p, endi shu joyda yana minimalkani pasaytiramiz. 25 mingdan aylantiramiz. Уже yutuq bermay qoldimi, уже pasaytirish kerak. Mana 97 ming endi oshiramiz 3 mingga. Buni hozirgi где-то bir mana yana normalniy yutuq zo'r 3 ming. Tez bosib tashlaymiz bolalar, o'shanda berib qolish imkoniyati ko'proq bo'ladi. Mana 2x 18600 ga o'tib ketdi mana endi. Foydasi ham yo'q. 3x mana 102 ming. 3 mingga oshirdik. 326 ming. Bitta bosamiz yana. Bermadi, chiqamiz endi. Balans 4.244 ming bo'ldi. Xo'p, yana qaysi o'yinga bossak bo'ladi? Western ham zo'r. O'sha Westernni topib olsam. Western slot shu ham zo'r yutuq beradi. Kamroq summa bilan aylantiramiz buni ham. Где-то bir 5 mingga olib chiqib olsak, bu Western slotda ham chiqib ketamiz boshqa o'yinga. 3 mingdan minimalka. 9 tasiga olsak, yo'q, 3 mingdan bosmaymiz. Yana uni 6 mingdan 54 mingga aylantiramiz. Ketdi gol. Давай берем. Давай. 30 ming. 60 ming zo'r. Boshlanishi yomon emas. 30 ming. 60 ming. 30 ming. Kattarog'idan kattaroq 210 ming zo'r. 270 ming mana berishni boshladi. 30 ming. 5 mingga olib chiqib olsak, nasib chiqamiz bundan. 180 ming. 30 ming. Boshqa normalniy hozircha normalniy. Beryapti asosiysi. Bola faqat azart yonib qolmasin bu o'ynagan paytimizda hech bir Demos o'ynagan paytda umuman azart yonsa bo'lmaydi. Normal yutuqni yutish kerak, tamom. Azartga berilmagan holda chiqib ketishdan bilish kerak. U dalcha o'ynayman, yana ko'paytiraman, pulni deyish, bu balansni oshirish, bu noto'g'ri fikr bo'ladi albatta. Normal yutuqga chiqding ham, tamom chiqib ketish kerak. Hozir men shundan bu Western slotdan ham 5 mingga olib chiqib olsam, chiqaman bu o'yindan, boshqa o'yinda yana bitta strategiya bilan qo'llab normalni oshirib olsam bo'ldi. Normalni soqib qo'ysam tamom chiqaman. Azartlanib qolish bu yaxshi emas albatta. Давай. 4500 balans. 30 ming. Oy. Minus işler başladı. Zor. Kattaroq X yo'q. 30 ming. Mana kattaroq X. 4.100 balans. 210 ming. Bu minusga ketib chiqamiz o'yindan. Chunki bu yaxshi bermaydi bu o'yin. Eng zo'r patetnat. Mana yana hozir normalni oshirib olsak bo'ladi. Yana kelib 3 marta oshiramiz bundan. Ozroqga ketdi. Ko'proqga ketdi. Ozroqga. Teng 2x va Dago. Go, qani ketdi. Bitta 290 ming, 4.343 ming. Ozroqga. 3 mingdan bosamiz, ozroqni 3 ming. Ko'proq. Ozroq yana. Teng 2x va 50 ming. Go. Bitta, ikkita, 3 ta mana. 3 ta 290 ming, 4.447 ming balans. Ozrog'iga ketdi. 3 ming.
3000 mana. Bitta, ikkita, uchta mana ketdi yana. 1, 2, 3. 1. Endi shu joyda bitta kattaroq dagon bilan harakat qilib ko'ramiz. 100 mingdan bitta, ikkita, 3ta ketdi. 2x 200 mingdan bitta, ikkita, 3ta. Shu bermayapti bu ham. 3500 ga tushdi balans. 2x bilan yana bitta aylantiramiz, bermasa chiqamiz keyin. 3500 ga tushib qoldi balans o'sha. Kelib chiqamiz yana boshdan. Chunki shu minusni qoplab olish kerak ozrog'iga 3400 dan. Ming. 580 ming yaxshi normalniy. 3000. 1, 2, 3. 1, 2, 3 mana 1. Tengitdi va 2x ni o'ziga. 50 ming. Bitta, ikkita, 3ta mana. 3tada yana 290 ming bor. 3,5 million balans. Balansimiz 3,5 million bo'ldi. Yana bitta sizimiz shu taktikani 3000. 2, 3 mana ketdi. Tushmadi albatta. 100 ming. 100 mingdan bergan paytimizda ko'rasizlar, lekin faqat minusga ketyapmiz-da. 1, 2, 3 mana. 2x ga oshirdik. Bitta, ikkita. Mana normalniy endi berdi. 1,160 endi minusdan chiqib oldik hisob. Endi yana bitta 50 mingdan aylantirsak, shu bilan 3400. 3 50 ming. Bitta. Mana bittada 290 ming, 4200 balans. 5 millionni oshirsak, Midgard 10 mingdan bitta o'ynab ko'rsak, shu ham balans ko'tarishda ko'p nimasi bor. Yaxshiroq balans ko'taradi. Bunda ham o'sha 25 mingdan bosamiz. Bunda strategiya shunaqaki bolalar, ikkita vilt, bitta skater yoki ikkita skater, bitta vilt ushlab olsak tamom, dagon beramiz. 30 ming. Tez bosamiz. Ikkita vilt, bitta skater yo'qligi. 30 ming. Bitta skater, bitta vilt. Bitta viltni o'zi, skater, vilt. Davay, telefon zaryadi ham bo'ldi. 175 ming zo'r. 5 mingga olib chiqsak chiqamiz, yetadi bizga. 1 million 600 bilan kirganmiz. 10 daqiqa, 20 daqiqa ichida bizga hech kim 3,5-4 million pulni bermaydi lekin. Asosiysi biz normalniy taktika bilan normalniy YouTube'ni olsak bo'ldi. Shuni o'zi yetadi bizga. Hozir ko'rdinglar 2 marta 3 marta o'tib ketdi. Yo'q. O'sha yerda tikmadim. Chunki YouTube beryapti hozir, shularni o'zi bilan ham normal ko'tarib olsam bo'ladi. Endi mana bermay qolgan paytida shunaqa strategiya qo'llash kerak. Stabilt. Yo'q, bu ham olyapti, faqat olyapti. Vampirga qaytamiz. Bugun chota vampir zo'r ishlayapti. Chunki azartda o'lgan. 25 ming. Ketdi go. X3'imiz davom beramiz. 12 ming mana. Ikkitalik resmi 72 mingdan ketdi. 190 ming normalniy, 4300 balans. 3 mingga oshirdik. Davay. Bitta 5x yoki bitta 4x ucha olsa lekin biznes bo'ladi, qaranglar bolalar. 3x ham normalniy edi. 14 ming, 25 ming, 39 ming. 22,
Mana ikkitalik resping yana. Ikkinchi marta urushashimiz bo'ldi. 291 ming, 4,5 million balans bo'ldi. Bitta chiqamiz hozir. Patentdanatga qaytib bitta balans normalniy kattaroq summa bilan bitta o'yinimiz minusga kirsak, minusga ketamiz. Iloji boricha plyusga ketishga harakat qilamiz. Xo'p, hozir 3,400 dan bitta, ikkita, uchta. Bitta, ikkita, uchta. Hozirga bitta tenga 2x va 100 ming aylantiramiz. Endi 100 mingdan ketdi. Bitta. Mana bittani o'zi 580 ming bo'ldi. Balansimiz 4,436 ming. Xo'p, normalniy. Hozir biza hozirga bitta bosib yana bitta strategiya qo'llaymiz. 5 millionga olib chiqib olsak balansni normalniy. Keyin tekis qilib chiqib ketsak bo'ladi. 3 ming. 1 2 3 1 2 3 1 7 yo'q. 2x va 50 ming. Bitta, ikkita, uchta mana. 2x bitta, mana bitta. Balans уже 5,239 ming. Xo'p, bugunga yetadi bolalar. Balansni ko'rdinglar. 1,600 dan boshladik va 5,239 mingga chiqardik. Uzog'i bilan 18 minut bo'libdi. Mana 18 minut ichida biz normalniy почти 4 milliongacha foyda qildik. Bemalol sizlar ham shu strategiyani qo'llab ko'rsanglar bo'ladi bolalar. Bu strategiyalar sizlarga qachon o'tib beradi? Albatta promokod orqali ro'yxatdan o'tasizlar. Promokod orqali ro'yxatdan o'tsanglar sizlarga yana bir plyus tarafi bor bolalar. Sizlarga bonus taqdim etadi. 100% gacha bonus bilasizlar. Bu umuman minusga kirib ketgan paytlaringda ikkinchi imkoniyatni beradi sizlarga. Bo'lmasa videoni ko'ramiz, like bosamiz, tanishlarga jo'natamiz, bolalar podeshkada bo'lib turamiz. Hali sizlar bilan oldinda qiziq videolarni chiqarishda davom etamiz. Podeshkada bo'lib turadi degan umiddaman albatta. Like bosing, komment do'stlarga jo'natamiz bolalar. Bo'lmasam sizlar bilan ko'rishguncha keyingi videolarda.